Kim bor? Kimdir bormi? Shahobiddin. Radnoy bormisan? Falakat. Ya? Mana shu meni gulimni olgan. Mana videosi ham bor. Hey, 500 minglik gulimni qaytar. Qoch! Seni deb yaxshi ko'rgan qizim meni tashlab ketdi. Tupurmay gapir. Kim edi bu? Ana buket esingdami? 02 qortuji, tegib o'tirman yana. Yo qaytarasan yoki sen bilan tegishli joyda gaplashaman. Bu yer senga Toshkent emas. Bu yer meni qishlog'im. 500 minglik gul kerakmi? G'ozni ko'ryapsanmi? O'sha g'ozni tuta olsang 500 ming seniki. Jo'na. Hali beri qishloqqa qaytish niyating yo'q edi-yu. Uylanishim kerak. Shunga keldim. Nima, Toshkentda qizlar qurib ketibdimi? O'zimni ona qishlog'imga yetmaydi baribir. To'g'ri aytasan. Nasib opani qizi bor-ku. Yaxshi qiz bo'pti. Bir ko'rgin, ha? O'zimni ko'zlab qo'yganim bor. Pismiq. Uyga ham bir o'tib salom alaykum qilay. Kechga o'tiramiz. Bir piyola choy qo'y. Rahmat. Kechga. Kim qiz ekan, ha? Birga o'tgan ko'chalardan o'tib boryapman. Sog'inchlarim ichimga yutib boryapman. Cho'chitib yubording-ku, Sen ham keldingmi? Qalaysan? Nilu? Ismini ham esidan chiqarib qo'ydingmi? Nilufar. Nilufar. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, zo'r. O'zing qalaysan? Yaxshi. Hali turmushga chiqmadingmi? Menga qara, senga og'irligim tegyaptimi? Uni qo'y, menga nima olib keling Toshkentdan? Sangami? Senga Maxita olib keldim, qulupnayligida. Ichib ko'rganmisan? Abbos akani magazinda to'lib yotibdi-yu. Senga kunna kirib ketibdi Toshkentda. Yordam beraver.